Assalomu alaykum umid kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz Chashqanning yig'in etishi. Bir to'p chashqan tomning kamirida yashaydi ekan. Ularning ichida 3 cho'ng chashqan bor ekan. Birinchisining ismi Bo'zquloq, ikkinchisining ismi Oqsoqol, uchinchisining ismi Seriq quyruq ekan. Ular doim kamardan chiqib yemaklik o'g'irlaydi ekan. Ammo bu uyda yo'g'on bir mushuk bo'lib, u bek yomon ekan. Cho'chqalarning hammasi uning qo'liga tushib qolishdan bak qo'rqidi ekan. 10 necha kun ichida bir muncha chashqan mushukka yem bo'lib ketibdi. Bir kuni kechda yilqi 3 cho'ng chashqan ko'pchilikni yig'ib yig'in ichibdi. Seriq quyruq Tunagan ashxonada narsa o'g'irlab etib, mushukka tutilib qolg'ili tez qoldim. Men bundoq turmushdan jaq to'ydim, debdi. Orqadilla Oqsoqol o'rnidan turib, "Men necha qatim tutilib qolg'ili qil qolgan. Bir amal tepib, uni bu uydan haydab chiqarayli", debdi. Bo'zquloq darhol sakrab qo'yib, "Oqsoqol og'amiz to'g'ri aytadi. Hammamiz yopirilib berib, uni tishlayli. Tishlab o'ltirolmasakmi, qo'rqitib qochirib o'tsakmi hisob", debdi. Seriq quyruq buningga qo'shilmabdi. U, "Yo'q, bo'lmaydi. Bu mushuk bek yomon tursa, chiqsak bekor uningga yem bo'lmamdi", debdi. Buni anglagan Bo'zquloq qo'rqqanidan, "Endi qandoq qilamiz? Ishqilib bir amal tepib chiqib uni haydab chiqarmasak bo'lmaydi-da", debdi. Oqsoqol soqolini qilib bir hazar o'ylangandan keyin, "Topdim. Biz mushukning bo'yniga qo'ng'iroq esib qo'yayli", debdi. Ko'pchilik bir egizdi. "Obdan char ekan. Mushuk manganda qo'ng'iroq chiringlab, bizga belgi berdi", debdi. Oqsoqol ko'ngilligan holda, "Qo'ng'iroq chiringlagan hamon kechib ketamiz. Mushuk endi bizni tutolmaydi", debdi. Seriq quyruq, "Bu amalga yaxshikan. Biroq qo'ng'iroqni mushukning bo'yniga kim osidi?", debdi. Ko'pchilik buni anglab bir-biriga qarshi turib qoldi. Seriq quyruq Oqsoqolning yoniga kelib, "Bu amalni siz topgandan keyin o'zingiz borsangiz qanday?", debdi. Oqsoqol darhol qo'lini silkib, "Bo'lmaydi. Men qirib qoldim. Tez yugurolmayman. Eng yaxshisi chaqqonroq birazini avatinglar", debdi. Seriq quyruq Bo'zquloqqa, "Sen bek zerak. Sen borgin", debdi. Bo'zquloq beshini chayqab, "Bo'lmaydi. Oldingi qatim mushukka tutilib qolg'ili toz qoldim. Quyruqimdagi yara yilg'icha og'riyotidi", debdi. Seriq quyruq achchiqida voqirab ketibdi. "Senmi bormisan, o'mi bormisan? Mushukning bo'yniga qo'ng'iroqni kim osidi?", debdi. Bu vaqtda chashqonlar lom-jim demay birining kaynidan biri asta tikib etibdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.